Bugun mana shunaqa ko'p harfni ko'paytiruvchilarga ajratishni o'rganamiz. Demak, mana shunaqa misol kelganda nima qilamiz? Mana buni A deb olsak, buni B deb olsak, buni C deb olsak. Shunda A kub plus B kub plus C kubni ko'p harfni ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak. Demak, bu yerda nima bo'ladi? A plus B emas, bu x minus y plus y minus z. Bunda y'lar qisqarib ketadi. X minus z emas, bu z minus x bilan minusga farq qiladimi? Bu minus c degani. Demak, a qo'shilgan b teng bo'ladi c ga bo'ladi. Demak, a qo'shilgan b minus c ga teng. Endi kubga oshirib yuborsak, a kub plus b kub plus 3ab a qo'shilgan b teng minus c kubga bo'ladi. Demak, mana shu a plus b ning kubini 3ab ni chiqarib oldim. Shunda 3a kvadrat b plus 3ab kvadratga keladi-ku. O'shanda mana shunaqa shakl keltirdim. Mana bu esa bizda minus c ga teng. Mana tepada minus c ga teng. Shunda a kub plus b kub, a kub plus b kub. Mana minus c kubni bu yoqqa o'tkazsak, c kub bo'ladi. Demak, c kub. Mana minus c kub, minus 3ab c bo'ldi. Buni bu yoqqa o'tkazamiz. Shunda 3ab c ga teng bo'lar ekan. Demak, mana kublar yig'indisi 3ab c. Joyiga borib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu narsa mana bunday qilamiz. Demak, shu ko'plar nimaga keladi? 3 mana x minus y minus z va z minus x keladi. Mana shu javob bo'ladi. Bir xil javoblarda mana y minus x deydi, minusni oldinga chiqarib chalg'itib qo'yadi yoki mana buni. Mana shunaqa ishlanadi.